sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. To'g'ri, xato ko'rmadingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'inimiz haqiqiy sofliq ham a'lo sifat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izdinish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Tilda doston qadam yetgan hamma yerda bizlarga yor naga bosak bu sarkarda. Ko'rayotganinglar Sarkarda xalqaro savdo chaklik shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasi. Men Abdulla Abdurahim. Bugun sonimizda yana biz o'zimiz yaxshi ko'radigan xalqimizning e'tirof qilishiga erishgan yoshlarimizdan Akbar Abaydulla, Ilzat Muhammad va Xalmurod Raqib qatorliq inlarimiz bilan suhbatda bo'lmoqchimiz. Huzuringlar, diqqatinglar bizda bo'lg'ay. Ya'ni bugun bizning suhbatimizga biz bilan tang daxil bo'layotgan suyimli inimiz İlzat Muhammed. Hoş geldin inim. İlzat Muhammed endi biz hazır mening bilishimcha kasbiy maktablarda yoki naqsh bo'yicha yoki musiqa bo'yicha tarbiyalanmagan. Yo'q, tarbiyalanmadim. Qaysi sizning o'rgangan kasb naqshdan boshqa o'rgangan kasblarning qaysisi ne deyishki bo'ldi masalan? Kasb bilan rast qilsam uylanmadim shu naqshga qiziqiblar. Boshqa kasbni qilolmaydi. Ancha tijoratlarni qildim lekin. Tijorat qilib baxtimda. Masalan qaysi doirada? Qaysi shu naqshning ishi. Yana naqshni. Demak, sen naqshdan boshqa ishga qiziqmading demakchi. To'g'ri. İlzat u maqbala bu. İlzat Muhammadmi yana bizga notunish bir naqshchi emas. Buni ovozini anglagandan ta hozirga kelguncha qilib biz bunday aytganda qinib to'yg'idak bir anglab boqmoqchi. Chunki naqshlarni oz buning. Lekin sazi. Naqshlarimiz xalqqa yaraydi. Mening kuzatishimda ya men o'zim yuqori talab qo'yib oldimmi? Jiqroq naqshni aytib berish kerak deb o'ylayman o'zim. Taqatgan naqshlari oz. Yana anglay desam, yana yo'q. Yana anglay desam, yana yo'q. Bir kasbiy maktabda tarbiyalanish fursatiga ega bo'lmagan. Boshqa qiziqishi bo'lgandimi, ya'ni shu naqsh bo'yicha bo'lgan. Yoki masalan naqsh etilganligi kasbiy sahnalarni dibaji va yoki naqsh etilgan so'rinlarni tijoratini qilgan. To'g'ri. Bunda bir yigitning oxirida o'zi tanlab mushu Ipak yo'li sadosida cho'ng musobaqa qatnashib 4 kuchli o'quvchining qatorisiga kirishi menimcha oson ish emas. Mushu o'zining halqi naqshga qiziqib qilish jarayonini bir so'zlab beramsan. Shu kichik vaqtlarimniki quchoqda o'tiriblar, mana shu kimlar kechilik o'tkazgan bo'lsa, naqshlarimiz yo'q, taniq naqshlar shu vaqtlardagi kechiliklarni shu mahallaga bir kichik klub deb qo'yib o'sha o'yin qo'ydigan insonlar. Shu vaqtlarda kirib, shu mayoqdan olib, oyoqdan chiqib quchoq chiqib yoki bo'lsa, akbarkam degandek uslublarni tutib, do'rab. Men tunji qilib naqsh etgan vaqtim gitarning sadasi, adjensiyalik chag'ab musiqa boshqa bir yerda, men boshqa bir yerda aytib kelman. Qaysi naqsh? Gitarning sadasi. Bosh naqsh tanlamabdi 7 yoshida. Gitarning sadasi. Hozirgi boshim o'shandagi. Lekin kuyga tushmabdi ekan. Ya qattil kelmabdi ekan menga. Etiliriblar densini keyin chilayiribdi. Shunalar qiziqib degandek ancha-muncha restoran naqsh etib pulim bermagan ishlarim bor-ku. Rasmiyat deymiz-ku bu yerda. Naqsh etib deb bo'lgan. Qiziqish bo'lgan ekan restoranda bekag'im ishlab yurdik. Hatto naqsh etimiz boshqa ish qilsam deb silkiga adamlar bor. Ashkaplar mana xilqi ishim o'tab ketmay. To'xta, mushlarning gapidan bir asos bor deb shu jarayonda tadrijiy taraqqiy qilib, endi mushunchalik naqsh etadigan holat kelib, Ipak yo'li sadosini
Ben yine toy qilgan vaqtim bu. Shu vaqtlar Yine toy qilgan vaqtimda ben chiqmayman, men ujak naqsh etamsan deb o'zim ishinish degan narsa yo'q-da. Shundan o'yklab qo'llab, cho'nglab qo'llab degandek shu sekne chiqdim. Chiqib degandek yaxshi bo'ldi. Sen tunchi qitimda chiqqan o'quvchi deyman. Birinchi tun sanna tunchi qarorliq inspektor sadasini o'quvchisi ham biz shu apparatlarni ichib birinchi maydonga chiqqan o'quvchi bu Ilzat. Hammamiz tunchi qitimda shu ishni boshlagan vaqtimiz. Operatormi, rejissyormi, ma'lumlarmi, o'quvchilarmi shu ichida bular chektat qilganlar. Chektat shu birinchisi bunga chiqibdi. Bu adalaqi biz men yosh vaqtimda musobaqa qatnashib qolgan. Eng qo'rqinchli ish bu. Birinchi nomerni tanlab verish. Deb turib tanlayman. Menga dal birinchisi chiqadigan davomliqchi. Shu qo'rqqansiz birinchisi chiqadi. Men dedim, shu o'quvchi. Ko'nglimda qancha hozir jiddilashayotgan dedim. Keyin bunda qarsam xil tamkinchi ovozdim. Unda bo'lsa dedim, xiyolim xili bir sorun ko'rgan. Hech bo'lmaganda shu masalan keşk bezmixonalarda yoki naqshidlar so'rlar naqshid baqqan bir kayfiyat bor. O'zing shu vaqtda qanday bo'lib sahnaga chiqqan vaqtda kayfiyati? Birinchi chiqqandan keyin buningda bunday emas, bu siz dedingizga chektatgan bo'lishi mumkin. Chektatganlar hech qancha chiqiluvni deyadi. Chiqiluvmaysan, izlasa chiqamsa deb men unga ben birinchi bilganmasam, sen birinchi ekansan deb chiqarib qo'ygan ekan u. Bu sizdan Qo'yma. Birinchilik buning bagini bo'ldi. Birinchi bo'p aytadigan deb aytqolmabdi, men qo'yma deblar. Chiqqandan keyin ustiga raqshdan kelib ekanman. Strat uzoq raqshdan degan. Lekin maqdab chiqdim deydi. Bir shoq bir naqshni aytdim. Lekin chiroyli aytdim. Tez aytdim. Shuning bilan birinchi navbatda ma'lumlar hammasi aylandi. Aylandi. Tunji navbatda shu jiddiychilikni yaxshi aytyaptimi ya? Aylangan sirati hozir bug'ilib mayalarim jiddiylik. Mishaga qadilib qolmasin deb. Menimcha yaxshi bo'ldi. Hamda mushundaq bir buni biz ishdan sirtqa havas deymiz-ku. Havasdan buni bir kasbiy saviyaga hamda chakka yetib ketmasmi? Kasbiy saviyadagi naqshlarning musobaqasiga qatnash darajasiga berishning o'ziga bir jarayon ketadi. Uydagilar undan qo'llaydi ekanda Izzat. To'g'ri. Kichik vaqtda. Uyda yolg'iz o'g'ilmi? Bir o'g'il, bir qiz, sog'lom bor. Hisobda yolg'iz o'g'il. Shunga uydagilarning qo'llashi muhim. Talant har qanday bir odamning talanti eng oldi bilan shu oilasidagilarning e'tirof qilishiga erishib, anin taraf qilishi. Agar oilasi ota-onasining yoki urug' tuqqanlarning e'tirof erishmasa ham uch qilib qoldi ekan bu bolaning talanti. Ashbah mumkin. Demak, Ilzatning oiladagi qo'llash nisbati 100% o'xshaydi. Ilzat, shuning bilan biz hammamiz yaxshi ko'rdik ovozini. Rahmat. Ondan abay deganimda jiqroq naqsh eshitga degan arzu armonda juduq. Hatto biz keyingi vaqtda mana deyishga fursatni chaltdilar. Mushuni keyingi ullab degan asarlarni taqdishinglar kerak. Balkim sening nurg'un qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Endi bu gap chiqib qoldi shu vaqtida 2014-yilda ma'lum bir sabablar bilan kuchaga bir uyun qo'yishlarga ikki turib qoldim emasmi? Shu yerda hozir ayolim bilan turishib qoldim men. Ayolim kuchalik. Shu yerda turishib qolib, aniki qiziqchilikda bir mangdiramagan bir klubning bir svakar to'q deyba. Mana shu kallamni aylantirib yurib, ba'zan o'tkazib berib, yana ashqam bo'ldim. Ashqam bilan yana tijorat yaxshi bo'ldi deb o'yladim, lekin keyin ma'lum bir sabablar bilan to'la taqab, to'lnim qilib, ijara sifatdan otilib qoldi mening. Hozirgacha shuni ishlab o'tmadim. Shuni ishlayotgan gapman. Qancha uzun ochdinglar uni? 2 yil ochdim. Demak, 2 yilning ichida shu hozirgacha o'shan topolmadik darajada ziyon chiqib chiqdi. Qurib qol boshlagan ishlar. Necha ko'z ziyon tatgatding edi? Milliondan jiq bo'ldi. Juda tursa mana. Ig'ro qopma ish. Million. Menmi oldim. Izzatni hozirroq bunday ish pishg'avormish deyapti. Iqtisodiy jihatda biroz qiyada ochgan klubda ziyon chiqdi u bo'ldi. Balki buningmi bir xil sabablar bo'lishi mumkin. Ammo bu ziyon xali ig'ir ekan. Sizlar bizning saviyamizga, hozirgi turmush saviyamizga nisbatan hozir ham davomli shu ish
shu pulni qaytarish uchun davom ishlayapmiz. Taqqan pul shuni ketib bordi. Endi o'zimiz nima deymiz desak, baliq bo'ldi, bolamizni cho'ngib ketib bordi. Maqsad shu oila turmush deblam chapata atib, quvvatimiz oylig'imga yetkazib, qarzimni to'lab, shuni tushliqlar tepyaptim endi. Yaxshi quvvatidi. Yo'qolib ketdi deb o'ylamay, yana reallardan taklif qo'yib, naqshimizni olg'isi kelgan do'stlarimiz bo'lsin, shu ma'lum bir noilaga, kishilarga taklif turibdi, joyida bo'tdi endi. Herhalde shu sonimiz bilan balını omdan biqib turmushni izg'i tushirib yana ratlik turmushinglar yaxshi bo'lsin. Hammadan muhimi xotirjam inoq bir turmush bo'lganda ayolning o'tirsida oilaga bir mas'uliyatchan sana o'xshash bir odam bo'lganda hamon bu qiyinchiliklar hal bo'ldi. Men bugun sal tushungandek bo'ldim balki. Bu odam so'rgan paravcho mishal da'vatdi men bu. To'g'ri, bu umum fikr bu. Umum fikr. Chiqamaydi deb chiqadim. Chiqqanim bilan MP shaklda, suratli shaklda chiqamay, MP-zan shaklda to'g'rilab qo'ydim. Ovozni. Shu ba'zi naqshni men anglab turman. Izdabroq anglayman-da. Analik masalan, mushunda holatda MTV bir naqsh ishlash uchun, suratli naqsh ishlash uchun az bo'lmagan pul ketadi. To'g'ri. Chin tutib qaysiga vaqtida menimcha bir hozirgi bizning normal saviyada 20-30 ming pul bo'lmasa, bir asarni suratli qilib chiqarib bo'lmaydi. To'g'ri. Buni endi ko'pchilik bilmagachga, hech bo'lsa nima unda qilmaysa, bu boya akbaril deyishga o'xshashlar ish. Shu bizning bu keyingi ishlarimizning hammani birdan bir haqqa tushundik bo'lmagandan keyin sizni kutadigan umid cho'ng shunday o'ylab qoldik. Hozir bir ohangni masalan MP3 holatda naqshlarni chiqadi. Suratsiz holatda bir naqshni ijodiy ohangni seni vujudga chiqarishing uchun yoki taqtishing uchun qanchalik birgam ketadi-ki? 7-8 ming ketadi. Qarshıchilik ketdi. Az bo'lganda. Az degan Yaxshi chiqish uchun. Yaxshiroq bir ijodiy ohang haq yarag'dak bir narsa qilish uchun MP3 holatni anglashimizga ilzat demak 7-8 ming pul xarjlamasa MP sendan chiqmaydi-da. Bo'ladi. Umuman bizning mishadalik adabiyot san'at sohasida maliki chimbinga qaraganda kirdigan buning qaytib keldigan yo'q. Asosan shunday yo'q. Mayli uyan bo'lsin, mayli taqtilgan asarlar bo'lsin, mayli kitob bo'lsin. Bu endi bizning birinchisi iqtisodiy sharoitimizdan munosabat bo'lsa, xalqning. Ikkinchisi yana salliqi qo'llovchilarning tushunish bilan munosabat. 7-8 ming qo'yib pul chiqarib bir ovozliq o'zining naqshini taqtishga cho'qim eliq gaplarni qarib qo'yib turib, mush oyda mushni uchun ishlash kerak. Demak, buning sabablari bizga ham oydin bo'ldi. Zatamda bizning yana bilmoqchi bo'lgan, sening bilmoqchi bo'lgan o'quvchimiz nima desan, sening mush yaqin bir necha yil ichida yetmoqchi bo'lgan bir arzu armonlaring nima bo'lishi mumkin? Mening arzularim shu abay degandek, shu ba'zi bir ishlarni o'tganda o'tib olsam, pak bo'lgan chog'da davomli shu naqsh etgandan keyin naqshimizni xalq yoqtirgandan keyin shu xalqimizga o'zimizdagi chiroyli naqshlar bo'lsin. Ekranda pat uchrashib turish, o'zimizga o'zimiz aytgan bilan boshqa odam anglamasa, bu naqshni hech qanday aytganlar aytib o'tmaydi-ku. Yaxshi bir asarlarni qilib shaklda azroq bir bo'shliqda bo'lsin to'g'rim bor. Shu arzuyim bor. To'g'ri. Qiyinchiliklar cho'qim yo'ldobay degandek. Faqat vaqt ketadi. Buni tirishmasak uzun qolmay o'sam tugaydi. Musobaqadan keyin sening bunda kasb hayotingda ya bo'lmasa turmushingda bir igizpaschilik yoki xushallanarlik bir o'zgarishlar bo'lgandakmi? Endi turmushda o'zgarish bo'lmadi. Turmush shu balda bir ko'paydi degan gap. Farzand bo'ldimi? Balla bo'ldim, chiroyli qizim bor. Endi u qo'ydingiz, Zulayat. U naqshitida. Shuna avval endi deymiz turmush joyida shadxo'ram bo'lgan ekan, endi qaqa ishlarni etib bir deyish olmiz deb. Endi
qanday şol deptikamda yürütmem. Hani şu burun olarak pul topgan bolsak, qayta bir şu sahne çıkkandan keyin sizningki şagirdingiz buluşuptun bilen bunu maylıkı cemiyetkilikki bo'lgan ta'sirim ma başqasi ko'tarildi deymiz ilki. Shinji bo'ldi degandekchi. Shinji bo'ldi. Shundan bilan endi adderling bo'lsa senderling degandek chiqib deymiz va o'rildi. Nim desam, men yog'aga qilib yo'q. Shu Ipak yo'l sadosi qatnashib, shu bir turkumlik bolalarning orasida hammadan men jiqmandim deb o'ylayman. Bir yalay taklif. O'yinlar jiq bo'ldi, jiq pul topdim. Undaymiz barimiz o'stirib, taqim barimizni o'stirdiganlar ilki biz kishiyamayapmiz. Kimsak bo'lmaydi-da, ular yo'qolib ketsak unutib qoldi degan gap xalq. Endi men shuni qarab, ana bir ish kitaldim bo'lsa, oyda yakimsa, necha oyda bir yangi bir narsalarni qilib qayirib o'ylashyapti. To'g'ri, yangi tayyorlagan naqshlarni taqib bo'ldi. Ondan men qarab, shu Ilzat deydigan bir o'quvchingiz bor-da sizning. Men hurmatlaydigan bir muallimim-chi. Mening muallimim. Aş balının nima ish qilyapti dedi, bu ishlayapti shu. O o'z oldiga yakki san'atchi taklif qilgan yerlarga berib o'yin qo'yib beryapti. Dedim, "Ashning asarlarini anglasam bo'ldi, yaxshi ko'rdik-a, u mening muallimim. O'sha sening ovozingni." Demak, mening muallimim yaxshi ko'radigan, xeyli cho'ng yoshdagi odam-chi. Demak, yosh bolalar taxi yaxshi ko'ryapti seni. Cho'ng odamlar ovoz silq. Salomat bo'lsin shakilsiz. Rahmat. Mushunda bir yaxshi nimlar bor, sana tilaklar bor. Sen qabul qilib olgin. Ana keyin bizning orzuyimiz seni deyani chiroyli shu ovozingni mushunda yosh vaqtingda. Ovoz o'zgardi qara. Yoshlar cho'ng o'yinchiga ergishib. Ish qilib tirishchanlik ko'rsatgan, yaxshi asarlaring bilan ko'proq uchrashaylik. Yaqindan beri shu mening his qilishimcha Xolmuratlar ishqonlar ko'proq bildi. To'g'ri. O'sha 90'da Ekber bilan ko'rishib, Xolmuratlar shu yerda uzoq turib qoldim-chi. Nima desa, o'shada og'irlarim bo'lgan ekan, bir siz erishmayman deb, o'tin bo'ldi, tortib apirib yerga. O'sha turib, hatto yichingda o'sha qopsilib qolganman. Turibdim uyda. Talaga chiqmay ishga turibdim. Turibdim. Shundan buda yana nima deymiz desak, shu vaqtlarning o'zida agar yolg'iz qolib qolgan bo'lsam-chi, deydigan bir izzatlar bor-da. Shundan bu vaqtlarda o'ylaymizda biz sirtda turmush jarayonchiliklarni qilib, sirtlar chiqaraq yurib qoldik ekanmiz. Ota-onalarni yo'qlayolmaydi ekanmiz deydigan bir ishlar bo'ldi-chi. Endi shu vaqtlarda biz deymiz, yaxshi bir farzand bo'lamdik deb o'ylayman xayolimda. Ota-onani yo'qlayolmadik. Sirtda ko'proq bo'lib qoldi. Bu sening hozirgi shu hozirgi hayotingda biroz o'zing o'kinadigan bir. To'g'ri. Bu cho'nglar yaxshi-ya, salomatlik yaxshi. Salomatlik yaxshi. Menimcha bu bizning hammamizning shu beshimizda bor ish bu. Ko'nlarda unda bir gap bor deydi. Al-nag'mini balam demang, buqni kalam demang. Bu bir qiziq gap endi, lekin o bir yakuni bo'lmasa, bu hargiz bundan chiqmaydi. Nima ish yoshlar deyotgan desa, bu degan ayda kapsiz nima, o talaga o'tqa chaparaq shu dildigan demakchi bu. Al-nag'mi degan shunga o'xshash. Al-nag'mi demak san'atchi demakchi endi. Yangi tilimiz bo'yicha. Mushu xalq unga "O'mi seni miyakasin" deydi, "Bo'mi seni miyakasin" deydi. Oxiri sen uyga bormasa, o'zingning kasbini uyada qilolmaysan. Kech uydan chiqmay naqshat qilib bo'lmaydi. Abaysa o'zingmi dedi. O'zimiz naqshat o'tirib anglanolmaydi ekan-da. Shuningga haq yaxshi ko'rgan berish kerak. Naqshlarni yaxshi ko'rmagan berish kerak. Shu sababdan balkim sirtlarda ko'proq bo'lib qolamiz. Hammamizning ishida. Ammo shu mehribon ota-onalar sening mushu elga qilayotgan xizmatingdan faxrlanadi balkim. Biz jinimizda faxrlanamiz. Fuqamning naqshisi deb, to'g'rimi? Shuna qaraganda Muhammad ustozmi cho'qim ta'sirlandi. Shu undan bo'lsa sen o'zing bir ota-onalar deydigan gaplaring bo'lsa degan. Shu program orqali shunday bir fursat kelganimdan shunday xursand bo'ldim. Ustozga rahmat. Programga rahmat. Bu program orqali ota-onamga deydiganim garchi yo'qlamagan bo'lsam yurgimda shu otalarniki ayolim qoldi. Mayli. Baxtimizga sog' salomat turishni umid qilaman, tilayman.
Japarta çektanlar. Sizler suyunu. Naqsha keldingmi? Keldim. Yangi naqsha. Ha. Yangi naqsha kelgan bo'lsa, yangi naqsha. Sevinişten yanar bu yürek, davası yok dertleri içinde. Bilelmeymen ne çare kirek, ayılaydı sensiz geçide. Ayılaydı sensiz geçide. Bekçilerden araydı hicran, ümitlerden töküler arman. Tekçilerden araydı hicran, ümitlerden töküler arman. Lekin kılıp alimni yaman, ayırlaydı sensiz keçide. Ayırlaydı sensiz keçide. Dilimizde rızkıga bardosh, ko'zlarimdan to'kilgandi yosh. Dilimizde rızkıga bardosh, ko'zlarimdan to'kilgandi yosh. Sig'indimmi bana okşaş, ayırlaydı sensiz geçide. Ayırlaydı sensiz geçide. Sığındın mı bana okşaş, ayırlaydı sensiz geçide. Ayırlaydı sensiz geçide. Ayırlaydı sensiz geçide. Sarkarda alkuyar yurishlik ishbostlari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi safliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinishida o'zgacha bir ma'no bo'lib keldi. Sarkarda ishbostlari tish va tishmilik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri puruqini yo'qtadi. Sarkarda alkuyar yurishlik ishboshlarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda yurishlik ishboshlari Sarkarda
Çiş sağlamlığına ahamiyet beriş u bir mas'uliyat. Çişning sağlamlığı tan sağlamlığının kapaleti. Uzun yıllardan beri çiş asrashdan ibaret bu muhim vazifani sarkarda çiş doktori çiş pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yüzingizga eng yarashidig'ini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidig'ini durdona sog'lom tishingiz. Çiş sağlamlığı meselesini men sarkarda çiş doktoriga topshirdim. Sarkarda çiş doktori yurishlik çiş pastilleri. Andın İlzatning suhbatimizdan keyin men yana shu ishni bir bilgim keldi. Ikki kanalning munosabatingizni bag'an siri yiqilishayotganligi, yaqin do'stlarning bo'lib qolganligidan men so'yindim. Chunki mijozinglar chiqishdi balki. Abay İlzat degandek shunda ashada ko'nglim bir xil ichildi. Yelidi do'stlarim bor, do'stlarim ko'p. Hatto yeching mazgildimi shunda ashad bo'lib qoldim debchi. Xalmuratmi İlzatni yoqtirgan bo'lishi mumkin shundami? Bu ishkanlar mush musobaqa jarayonida tunishdinglar deyman. Yo'q, 10 yil oldi bizga tunish. O'zda ko'nima. Men faxrlanib mush qisman do'st qilib qo'yapman. Ya ko'n do'stlar degina. Biz 2010 deyman. 2009 mi? 2009 mi? 2009'da bir restoran ishlab tunishib, o'tirliqda biz Urumchidamiz, Urumchida. Ha, Urumchida. U yerga qatrab bu vaqt muqim bir yerda ishlik qilmaydigan vaqt bo'lgan ekan. Yaxshi o'tgan. Shundan keyin men qaytib ketdim. Bumi nelar yurdik ish qilib musobaqada qarsam uyda qaytdi qilish. Shuni musobaqalar ketdi. Bu Xalmurat yaxshi. Xalmuratmi deb bizning nazarimizda İlzatning ikkisining ahvoli o'xshashda. Meni bilishimcha bu kasbiy maktablarda o'qimagan. Naqsha yoki muzika tarafida muntazam tarbiya ko'rmagan, lekin ikkilisining ahvoli o'xshash bizga. Aşı özünün tırışçalığı, tecrübeleri endi. Sorulardaki yoki diskoteklarda algan tecrübeleri asasında sen bu şu 4 kişilik o'quvchining birisi kirgan. Bu mu o'z navbatida yana bir rasmiy bir bizning qoyilligimizni qo'lga keltiradigan bir natijada shu 4 kishiki kelguncha balkim seningmi beshingda nurg'un bir jafo mushaqqatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bu endi programma qatnashishdan boshlaymizmi bu gapni? Bir Şinjan'da yaşlaydı bir gongosini chiqardi-ku. Bekyo'li sadasi deb o'sha program qildik. Qanday bo'ladi? Men o'zim burundinga restoranda u yerda ishlab, hatto sizlar bilan bunda hozirgidek bunda paralashadigan bir fursatning kelishigimi bak. Bunda bir o'y yo'q-da. Shu qatnashib boqadi. Shuni ancha-muncha vaqtida ishlagash Şak maşinlarni setib bu jambaq yuradigan vaqtlar. Shu vaqtda tijorat qildi. Qo'limizdan kelishicha bir necha ming qo'ydik degandek-chi. Shu mishay mashina sotib chiqib, shu tizimni faqat bo'ptimi ya, bir tizimni faqat shu bir nima bo'lgan bir yaxshi ko'rgan kasb bo'lgandek kichik yuravermaylar, ancha-muncha bir o'ngayda bir sahna ko'rsak deb o'ylab tizimlat qilib kirsa bu biz tunuydigan naqshchilar nurg'un u yerda. Bo'pti ham nima shu kelgandek tizimni taydab İbrahim Kambil kelganman, İbrahim Qurbon bilan. Biz tizimni taqmafkanmamsiz deb ko'p tizimlarni bir necha kundan keyin bir telefon keldi-ku, shu keldi. Men shu qatnashish deymizmi? Qatnashib chiqib falan bir keyin yana telefon keldi, bir naqshani tayyor qilib keldi. Shu ishlarlar shu o vaqtida bek hisotim bek yaxshi emas. Restoranda ishlab bunday bir 2000 ko'y ishlaydigan vaqtki, o bizning atrofdagi saviyasi shu 2000 ko'ychanga hali amdalli bo'lgan bu. Naqshlarni oldi shu vaqtda ishlaydi. Chiqib o naqshni tayyorligini qildim bir ag'ina bir edi bir suratda. Bekimde damalliq berib deydigandan birisi bor-da, muzika ishlaydigan shu vaqtlarda yana ishlagan. O da shu bir boshqa naqsh tanlaganman. Tanlasam onun tazbek qilmadi. Mandara bir naqsh etdi. Shuni Dilshod og'amizlar manda bir naqsh var, et paqqa endi olib baqdi. Et alaydigan ishimiz mashina edi bo'lsa deb. Ben anlasam ben o'zim to'xtamayman. Mashinamni anglaydigan naqshda burunimizdan yaxshi ko'radigan naqsham qo'shib kallam kelmagan gap damalliq. Bo'ldi mashina etayda mashina chapab u naqshni chaldi bir at musobaqa degan kunimki ara o'zgudi. Bizda yetog'lim fursat yo'q chiqdi.
chiqib bu temturash degan narsa sahnaga o'sha ishni ichib chiqqanimni bilmay mikrofonni qo'yib olib ko'zni yumdim boshladim naqshni tugasam Abdullaga buni sadam qarab turibdi. Shuni o'ylab boshlandi endi boshlanib unga men turishga to'g'ri keldi, qatrashga to'g'ri keldi ancha-muncha. Hisobatladimmi? Qiynalib baqdiq, tasqilib baqdiq. Bugungi suhbatimizda erishmoqchi bo'lgan yana bir javob asosan boshlanib qoldi. Nima desa? Xolmuratni men yana shu tabiiy sharoit yaxshida buni. Hamda Akbarmo sizlarning akanglarga demaklik adam. Bu bir ko'nni naqshchi hisobda. Mening his qilishimcha shunda. Ilzatning ovoz sharoiti bilan sening ovozing sharoiti o'xshamaydi. Bu nayt silaq spaya bir ovoz. Bunda dahshat kuchli bir narsa emas. Ammo sening haqiqatan kuchli. Tabiiy sharoiting yaxshi. Bu musobaqalarda o'sha senigidek ovozlar nayt o'zini ko'rsatadi-ku. Men shuna ishonman. Shuningdek bizga eng oxirgi to'rt o'quvchiga opirish uchun har xil har turli bir naqshchilar lozim. Biz boshqa guruh bilan musobaqachilar bo'lgan emasmi? Shunga siliq ovoz va naqshchilar lozim. Kuchli ovoz va naqshchilar lozim. Yuqorisi bor, hatto to'ni va ovozlar lozimda. O'sha ichida men sening ovozingni kuchli ovozlarning ichida tarbiya qilmanda hisobda. Shunga xayramdi bu musobaqaning oxir qanday bo'lishidan qat'iy nazar nurg'un tajribalashdik, o'zaro o'rganishdik. Oxiri sizlar to'rt kuchlikning ichida bo'ldinglar. Men his qilgandim. Jamiyatda sağmı deganman. Bir kunni qoldirmaysan, cho'qim ching tutmasang bo'lmaydi. Endi hozir his qilyapman. Balkim sen shunday bir bo'pmi iqtisodiy jihatdan cho'ng qiyinchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir so'ramoqchi bo'lganim, nimishqa bir necha naqshlarni o'tirib chiqamaysan shundan keyin. Shundan keyin qaytib uni programma chiqqandan keyin ancha-muncha bir tunilgandan keyin izlaydigan odam jiqlaydi-ki, atrofimizdagi aloqalar ko'paydi-ki, shuni ko'paydi degan bilan og'indachilik qilib o'zimda bir mijozim bor, kuchli kerak bo'lgandan keyin bir og'indan mehmon qismi cho'qim buni o'tkazib qaytarmasam bo'lmaydi, o'sha mijozim bor. Bu ahvol u yerga yar berishga, yar bermayga boshladi-ku, topgan pulni tayinlab aloqachilik qilsakmi yetishmaydi ekan, shuni tutib turadi. Yana bir tijorat qilib boqaydi, quruqchoq maqtayotgan duraydi. Ancha-muncha qazilishtirib, yo'q, buni qilib boshqalarni ichib qilsak, u yaxshi bo'lgan. Qo'llaydi-ku, atrofda andan keyin, "Voy, siz qilibsiz" deb ancha-muncha yerda naqsh etib berishlar bo'ldi. O'zimning mijozim tuzilgandan keyin ben naqsh etgan yeyman bir cho'lpon edim degandan keyin. Bo'lyapti. Yaxshi ko'rib izlaydi-ku davom. Sonra o işten ağırsam hem de öğrendik kuruluşlar böyle başkan buzlu kit kaldı. Şunu oğlum ben mi ezatlı günü kaldım ya buradan kurtulduk. Başkanla maaşım okşaydı. Ha şunu oğlum o ziyalla şunu bu ziyandan da başka yerden bir iş tutmasam bu Allah'ım bunu 300 bin koy da bir ziyan oldu şu ya. Yani bir iş kılar yani 100 bin koy. Pattan attık şuna oğlu. Başka yana attın. Ne? Başka yana açıp takmasam mı? Kanat atıp nakş etip töylep boğulmaydı da onu. Günün arana alasa koydu. Pul bek. Çoğun kuruya düştü şu. Kalktı bir aka işkiz koya bilip durdu gelin bulması gerekiyor. Bunu değdirsiniz. Yeni 110 çıdımay çoğu bir sik berip la. Vay bana bu pul lazımıydı deyip diyelim şunda çoğun gördük Allah. Bak hem de bağırsak buldu dekin al. Nimdep kala. Nimdep kala. Bir kadar başka oylab qalsam yaxshi yerdan chiqmaydi tursin deb dimiroq qiyinchilik qildi. O ishni oxirisi yana chiqmadi. O jonshosum bitmadi. Yil to'sh ketdi bu ishni ish qilmay. U artildi shuningda. Mana hamda ishtiganda. Ijarasi bakadlar. Bakadin ijarasi qo'yoq, ish qashlagan pulim yo'q. Shuningda. Hamda chataq chiqdi deb onun için toy qildiga shu qoldi. Dinaychilik istig tatmak degandek. Bobda bunaqa bir amal bo'ladi deb yana to'yni qildik. Shuni ishga yotdim bu yerda. Bir yer ishlaysam ham to'ygan ikki taz qamashmaydi kechdi bir yer ishlaydi. To'y qilib chiqatdi bo'lmaydi. Ha. Shu endi bir ish qilay deb, shu bir aqidamniki bir to'k bor deymizmi? Isnish fikrlari. Yangi narsam, yig'lab qo'ygandan bir biz 2015 deyishgan buni yangi Shinjang adashmishlar qilaymi deb deyish bo'p. Bunun için bir 7 saat 9 saat bulmagan diken tutturgan.
endi o'sha qilpa qildir. Shu bir yangi turib maash qilmamda pul ketadigan bo'lganda rost desam chiqag'im bor. U misol uchun tushma bir naqsh chiqadi unda. Surat. Uningga muqarsam bir 30 necha ming pul ketdi. MV'siga naqshiga bir 11 ming pul ketdi. Naqsh o'ziga. MP3 MPTga. MV'siga ketdi shunga bu kirim yo'q-da bizga u narsa. Bu to'xtamay chiqaray desam keyin qarsam bu hisobati yo'q. Pul tepish kerak-ku bu naqshchilik. Fitrab turay desam cho'qim yangilik narsa qilasam pulimiz bo'lmay kelib shuni aşıqqa kirishdim. So'raydi degan va akbarakamda da nima chiqarmaysa shu haqqa bir pul yo'q chiqarmidan bu deyilmaydi endi. Qilyapmiz, tirishayapmiz ham mehnat usam, tutcham usam qildim ana shuni. Birinchi o'zim qo'lsal qilib, o'ginib, odam tarbiyalab, odamlar silib, keyin keldim boshlab yaxshi bo'ldi. Undan keyin bag'asir bu suvda qismimiz atrofimizda suvga oid kishilar yig'ildi ekan. Bu nima ish qilsangiz shuni munosabatga odam yig'ilgan ekan. Adam kirish qilmoqchi bir ish qilsam, aytib turamdi, "Mana qildi yaxshi qildik-a, mana shu deb aloqalarimizni yana nima qilib cho'ngaroq ish qildi deb tatib endi ishlar cho'nglab hozir chiqadi yaxshi." Hozir endi o'zingga nisbatan ishonch bor. Ishonch endi bir tutrab turdi, endi bu yil yana bir yil tirishsam, darbatlar tugisa shuni bilan qayta. Yana ancha-muncha bir narsa qilyapmiz. Ishinchisiga baribir yetmaydi desak yetmaydi-ku bu pul degan narsa cho'qim bor. O'zimizga ancha-muncha keyiniga qilsak bo'ldi-ku. Demak, shu hozirgi ahvol qaraganda bizning yangi tunilgan shunday yaxshi bir naqshchilarning san'atchilarning o'z asarlarida davomli bizni yuz ko'rish turishiga asosli yetishmayotgan bir sabablar yoki kutilashgan bo'layotgan sabab shu iqtisod ahvoli. Iqtisodning yetishmasligidan. Bizmi shu illarimiz to'g'riliq nurg'un inkaslarni anglaymizda shunday boya ilzat degandek sağım shunday fikrlar. Bu to'rt kuchlikning yana qilganim bu qiladi. Mana bugun ko'pchilik bilan shunday bir fikrda o'rtoqlashib o'zaro tushuncha hosil qilsak, balkim sizlarning Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va charchuv suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Biraz ruhiy jihatdagi azodlikni nima qilib deyishgan gap bu, deyishmaydigan gap emas. Jamiyatdagilar bilish kerak bizning ahvolimizni. Nurg'on odam deydi-ku, shu nima ish chiqmaysizlar, xuddi bir boshqa bir ijodiyatchi bir naqshini bekor berib, tekstchi bir tekstni bekor berib, muzikani bekor ishlab bizni yetinglar deb chiqarib, shu bak puljiq deb o'ylaydigan-ku bu naqshat odamlar. Bular degan oyaga borib naqshatida bir naqshat qilsa, pul degan kirib turdi, bu amaliyotda qat'iy aksincha ishlar bo'ldi. Hamma narsa pul xashaydigan ishga birdan. Hamma odam ham turmushda pul deb jonboqimiz deb mangandan keyin hammamiz shu. Men ham garmonimniki nesigimda bir arvima qilib olaymi deb shuni o'ylashyapman. Mayli deb. Ba'zida bu qilib qo'yay desam, yonda naq pul yo'q deb qo'ychi. Va ontaqimiz dog'lab bo'ldi, uning kamidan deb qo'ymizda. Urib paket so'rab paket urib paket beribsiz bo'ldi. Bagizga basil tugamadim bizga ziyodlik qilmaydi u. Ziyodlik qilamdi. 5-600 koy topsang bir chaqqicha tekstga qoldi-ku. 1 ming topsang amdaroq tekst olimjonlar desak berdi. Mush gaplar to'g'riliq bunda bir o'yga kelib qoldim-da men qarab. Qalmirab. Bir vaqtda Yasin Muqbil akam bilsizlar, mening yaxshi ustozim. Yasin Muqbil akam mushu Tarkucha sirliq tuman bo'pmi degandek shunday yaxshi naqshlarni ijodiyasi bor. Muda ata, nurg'un yaxshi asarlarni azg'un deymiz, to'lib ketdi. Bir necha yil ichida nurg'un naqshlar yozayotdi. Shuning bilan ko'p o'zi naqshlar Yasin akamni izlab aldirash qilyapti. Menmi ba'ni ichida izlab. Bu adam to'xtamay ahang yozdi. Ondan keyin bir 2 yilda qattiq jiddiy ahang yozib qarab, men bir rasmiy sirliq tuman degan bir dayni Qosh akamning ijodlari bilan 10 necha naqshlarni men aytgan.
Hatta o'zi chelishqimi qatnashgan banzo'g'imicha. O'chaqda lo'yin qildigan uskunalar sal oddiy bir tarafdan chelib bir tarafdan etib tang turadigan endi bir sharoit. Qiyin qilgan, yaxshi taqilgan. Hamda keyin bir necha yildan keyin yaznakam ishlamadi faqat ahangchu. San'at tadqiqot o'rniga yo'tkilib berib, san yishu yanju degan ish. Qalami yaxshi, nurg'un yaxshi asarlarni, maqolalarni, xizmat maktabini yozdi. Keyin men bir kuni mungdishib, yana bir naqsh to'g'riliq paralash jarayoni. Aka, burunqidek asarlaringizni chiqib qolmayapsiz, yoki bermayapsiz bizga deymiz, ehtiyojimiz bo'lgan. Desam shu akam shu menga tushandi. Akam, endi bu men yaxshi ko'radigan kasb, suyadigan kasb. Bu men shu umrim oxirigacha mush ish bilan shug'ullansam deyman, lekin mush ishimga kelib men bolalik bo'lib ketgandim. Bolalarni o'qitmasam bo'lmaydi, hozir dashoga chiqish kerak shu chog'da dedi. Dashoga o'qitmasam bo'lmaydi. Buning uchun iqtisodga muhtoj bo'lib qoldim. Men bu ahang yozsam bo'ldi. Necha kun o'ttasam hech bo'lmasa bir hafta bir ikki ahanglarni yozaman. Ammo ashinodan menga keladigan kirim mening oilamning kelgusi va hozirgi ahvoldan chiqolmaydi ekan. Shunga men azroq bir pul tepib, turmushimni, bolalarimning kelgusini yaxshi o'rinlashtirib olib, ondan xotirjam yozmasam yozolmaydi ekanman. Ko'ngil azarlik bo'lmagandan keyin, haliqi xotirjamlik bo'lmagandan keyin yaxshi narsa chiqmaydi ekan dedi. Bir tijoratchi og'aynam bilan azroq bir ish qilay deb ayrılishibdim. Shundan bilan bir oy birga qilgan ishim mening necha oy, bir yil qilib yozgan narsam qaraganda bir oyning ichida necha hasibi menga unum ko'rsatdi iqtisodiy jihatdan. Shundan bilan men tayinliq shu ukam bilan, shu do'stim bilan bir yil mush ishni qilib, bir xotirjam bo'lib olib, endi yozay deb mujna bo'lib qoldi degan menga. Nimani tushundirdi bu sizning ishni tushundirdi. Amaliyotda men ustozinglar, akalarning avvalmi shu. Eng muhimi, sen bizning ishlab chiqargan naqshlarimiz bizga kirma kelmaydigini boshqalar bilmaydi-chi. Bizga kirim kirmaydi buni. Biz faqat o'zimiz pul topsak ishlab, o'zimizning yaxshi ko'rgan asarlarimizni suydigan mush kasbimiz bilan xalqni yuz ko'rish desak degan bir maqsadimiz borligini to'ladan tushunadi. Odam tug'ilishda qanida bir talant bo'lish kerak. Naqsh aytoladigan bir hujayr bo'lish kerak-da, buni otasi onasi kenidi bergan deymiz-ku. Uni keyin mushu naqsh aytishga ishlaydigan a'zolar va o'pka, qonay, shingday ovoz pardasi, burun bo'shlig'i, eng muhimi naqshni boshqargan kalla bo'lish kerak. Ma kalla buyruq bersa, ma uni bo'ysunish kerak. A'zolar sog'lom bo'lish kerak. Undan boshqa ana keyin biz shu kasbiy bilim olishimiz kerak. Masalan, kasbiy bilim asas o'rinda, nazariy bilim asas o'rinda turmaydi, eng muhimi talant. Balki bu 70% egallash mumkin. Qanday bor narsa 70% egallash mumkin. Qolganini o'qish, o'rganish, sizlarga o'xshash sizlar masalan kasbiy maktabda o'qimadinglar, lekin to'tkuchlikni orasiga kirdinglar. Bu nima desa, asli qanday bor. Shu narsani rivojlantirishga o'zinglar tirishgan. Qo'llagan quvvat degan gaplardan boshqa o'zinglarni omroqligiga, muhabbati kerak buni. Shu muhabbat turtqisida buni davomlashtirish kerak. Maktabda o'qimasaqmi, bo'lmasam, shu narsaga qiziqib shuni davomlashtirib, oxiri savodashlar to'tkuchlikni chektirdik. Demak, tabiiy qanday bor talant, qobiliyat eng muhim narsa. Ham shuning uchun deymiz, san'atni bo'ladi. San'atga kelganda unida tabiiy ichida bir narsa bo'lmasa, uni 10 yil o'qitma balkim natija topolmasligi mumkin. Agar uning qiyinida bo'lsa, balkim u o'qimaymi, ma'lum darajada o'zining talantini ko'rsatishi mumkin. Bu degan bir haqiqat. Bu bir yin dovli bu. Masalan, bizning tarixda o'tgan nurg'un olimlarimizmi o'qimay, maktabda o'qimay shu o'zining ichida bor narsani keyin ashuni ishlayverib, tajriba ishlayverib, fizik olimlari va matematika olimlari va maktabsiz qolgan. Demak, endi eng muhimi sizlardagi shu talant, uning kayinda uni bergan muhabbat, 3-qatim bu izchillik davomlashtirish. Hozir bizning izchillashtirmayotgan narsamiz shu iqtisod ahvolining sababidir. Shu izchillik. Ana ishlarga kelmish cho'qim yaxshi o'tdi. Sana rahmatda, seni de manayip zo'r umidlarni kutamiz.
shunday kuchli bir sharoiting bor. Yangi asarlarni kutamiz. Bugun biror naqsh anglasak bo'ladimi sen? Bo'ldi. Men bir yangi naqsha. Yangi naqshmi? Yangi naqsha. Mana yangi asar degan shu. Anglayli. Kelmeyen günah sende, barmıgan seven mende. Kelmeyen günah sende, barmıgan seven mende. Rencişler nime hacet, ikimiz görüşkende. Rencişler nime hacet, ikimiz görüşkende. Gelgeymuş çokuşlar, ahırlaşmışlar. Gelgeymuş çokuşlar, bakmaydıyken hiç kimge bu hayat. Bakmaydıyken hiç kimge bu hayat işler. Dağlar yok, vermişse kümleri sorap aldığını bulmaz. Yar vermişse kümleri sorap aldığını bulmaz. Sorap